qiyomatga yaqin Qur'onni qanday ko'tarilib ketishini ko'rsatib beraymi sizlarga. Subhanalloh, qaranglar. Bu Qur'on kitobi, Qur'on kitob bo'ladi. Bu Qur'on kitob. Qaranglar. Qur'on kitob. Ochasizlar, oppoq sahifalar topasizlar. Qur'on ko'tarilib ketgan holatda topasizlar. Fotiha surasi qayerda edi? Qul a'udhu bi robbin nas qayerda edi? Falaq surasi qayerda edi? Ixlos surasi qayerda edi deb istab qolasizlar. Sahifalarni sahifalab ochib, u yoqqa buni bu yoqqa ochasizlar, lekin Qur'on harflarining birortasini topa olmaysizlar. Bu Qur'on aslida hozir bu ko'zi ojizlar o'qiydigan Qur'on kitob. Lekin qiyomatda xuddi shunaqa holatda oppoq sahifalarni o'zi qoladi. Qur'on Allohning huzuriga ko'tarilib ketadi. Allohim bizlarni mahrumlardan qilmasin. Allohim musta'an.